Tasavvur qiling. Bo'yingiz 160 sm. Hech kim sizni jiddiy qabul qilmaydi. MMA'da eng yengil vaznda jang qilasiz va ko'pchilik sizni ko'rmaydi ham. Lekin siz hammaga o'zingizni isbotlaysiz. Bu Demetrius Johnson. U 1986-yil 13-avgustda AQShning Kentucky shtatida tug'ilgan. Uning bolaligi oson o'tmadi. Oilaviy muhit og'ir bo'lganini o'zi intervyularda aytgan. Uyda bosim bor edi, lekin u sportni tanladi. Kurash va atletika uning hayotini o'zgartirdi. Sport unga kuch berdi. Eng muhimi, intizom berdi. Professional MMA'ga kirganida flyweight vazni mashhur emas edi. Ko'pchilik bu vazn qiziq emas derdi. Lekin 2012-yilda u UFC flyweight kamarini qo'lga kiritdi va shundan keyin tarix boshlandi. U kamarni bir marta himoya qildi. Keyin yana. Natija 11 marta ketma-ket himoya. Bu UFC tarixidagi eng kuchli natijalardan biri edi. U hech qachon trash talk qilmagan, baqirmagan, shou qilmagan. U shunchaki ishini qilgan. 2017-yil Ray Borgga qarshi jang. Demetrius raqibini ko'taradi, havoda aylantiradi va yerga tushishi bilan arimbar qiladi. Bir harakat, mukammal bajarish. Bu MMA tarixidagi eng chiroyli finishlardan biri sifatida esda qolgan. Ammo 2018-yilda kutilmagan voqea bo'ldi. UFC rahbariyati Demetrius Johnsonni boshqa jangchiga almashtirdi. Ha, bu rost. UFC va One Championship o'rtasida kelishuv bo'ldi. Natijada Demetrius Vanga o'tdi. Evaziga esa Vandan Ben Askren UFC'ga keldi. Oddiy qilib aytganda, UFC Demetriusni berdi va o'rniga Ben Askrenni oldi. Bu sport sababli emas edi. Bu biznes qarori edi. Demetrius juda kuchli edi, lekin u shov-shuv chiqarmasdi. Pay-per-view savdosi yuqori emasdi. Ben Askren esa gapirardi, bahs qilardi, e'tibor tortardi. UFC shuni tanladi. Ko'pchilik buni hurmatsizlik deb o'yladi. Lekin Demetrius shikoyat qilmadi. U One Championship'da jang qildi. Va u yerda ham chempion bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Qayerda jang qilmasin, u baribir yuqori daraja edi. Demetrius Johnson boshqalardan nimasi bilan farq qiladi? U jim, intizomli, oilasini birinchi o'ringa qo'yadi. U mashg'ulotni hech qachon tashlamaydi. Uning eng katta quroli shunchaki kuch emas. Uning eng katta quroli aql va tez fikrlash. Haqiqiy chempion har doim baland gapirmaydi. Ba'zida u jim ishlaydi va natija bilan javob beradi. Bu Mighty Mouse hikoyasi.